Bugungi tadbir qanaqa o'tyapti, festival qanaqa o'tyapti? Zo'r o'tyapti, hammasi yaxshi. Настроение yaxshi, hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Bunaqa tadbirlar o'tkazilishiga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qaraymiz, chunki bunaqa tadbirlar juda yaxshi. Xullas, hamma o'zini vaqtini yaxshi o'tkazishga yordam beradi. Yaxshi, bundan ham chiroyli o'tsin. Oldingilari ham yaxshi chiroyli o'tgan. Endi yoshlarga manimcha ta'siri yo'q. Muhimi me'yorida bo'lsa bo'ldi. Hamma narsa. Endi mentalitetga qaraydi bunisi. Mentalitetga qaragani bilan menimcha yaxshi deb o'ylayman. Ancha tanish orttirsa bo'ladi. Yaxshi, ajoyib, zo'r. Odamlar hammasi настроенияsi yaxshi. Hammaga yaxshi ta'sir qilsa kerak dema bro. Kishi zo'r bo'lyapti. Shu klassdan yoshindaysiz. Hozirgi sizning yoshingizdagilarga festival qanaqa ta'sir qiladi? Normal ta'sir qiladi. Normal ta'sir qiladi. Ey Hanafiy mazhabi egalari, Abu Hanifa rahimahulloh musiqani eshitishlik fisq, u bilan lazzat olish kufr degan hadislarni va uning so'zlarini unutib qo'ydingizmi? Yoki dinlaringizni sotdingizmi? Qani doktorlik laqabini olganlar qayerda qoldinglar? Sizlar yer tagida ilon qimillasa bilasizlar. Falastinda nima bo'lsa hammasini bilasizlar. Shom diyorlarida hamma bo'layotgan voqeani bilasizlar. Turkiyaning siyosatini to'liq, hatto turkiyaliklardan ham ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Hamma dunyoda bo'layotgan voqeani bilasizlar u o'zingizni yurtingizda bo'layotgan voqeani bilmay qolyapsizlarmi? O'zingizlarning yurtingizda bo'layotgan fisq, fasod ishlarni bilmay qolyapsizlarmi? O'sha sizlarmi sizlar? Imom Moturudiy, Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhabini da'vo qilgan, ularning yo'lini da'vo qilgan sizlarmi deylar? Qaysi zamonda, qaysi makonda ko'rdikki, u mazhab boshlar va u imomlar, u aqidachilar bu yo'lga buyurganligini va bunaqa fisq fasod ishlarga jim turganligini qaysi zamonda ko'rdik? Qaysi zamonda ko'rdik? Sizlar haqqi gapirganlarni, haq talab qilganlarni dayus deysizlar. Agar shu mavzuda gapirganlarni agar tillaringni uzatsalaring, vallohi o'zlaring dayussanlar. Chunki bu yerga chiqarayotganlar, opa-singillarni, onalarini o'zini ana shu opa-singillarni chiqarib qo'yayotganlar dayusligiga hech bir shak shubha yo'q. Va dayuslar Rasululloh aytganlar kabi jannat hidini ham hidlamaydi. Alloh taolo ularni poklamaydi. Alloh ularga gapirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khayrun lahu min an yamus imra'atan la tahilla lah." Bir ayolni, o'ziga halol bo'lmagan ayolni qayerindir ushlashligidan ko'ra, uni boshiga temirdan bo'lgan qoziq qoqilishligi uning uchun yaxshiroqdir dedilar. Alloh taolo oyat karimada: "Va idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmira." Demadimi Alloh taolo? Agar biz bir qishloqniki agar uni halok qilib yo'q qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, uni ana shu yerda fisq fasodga o'rchib ketgan, shahvatlarga o'rchib ketgan, o'sha ayshi ishratga, kayf sifoga berilib ketganlarga dek tashab qo'yamiz. Natijada ular o'z fisq fasodlarini qilishadi va ularga azob so'zi shunda haqli bo'ladi va ularni parcha-parcha qilib tashlaymiz demadimi? Alloh subhanahu va taolo ketma-ket musibatlar bilan musibatlab ko'rdi. Ularga har xil kasalliklarni yubordi. AIDS kasallik, fohishabozliklar ko'payib ketdi. Har xil Covid kasalliklari ko'payib ketdi. Nima uchun? Allohga qaytishlik uchun. Bu musibatlar, bu zolimlar bilan sinalishligining ham sababi bu insonlar ko'zini ochsin, Allohga, Allohning shariatiga qaytsin degan narsa bilan Alloh taolo sinagan edi. Lekin ularning hech biri ko'zini ochmadi va o'zining fisqi fasodida chuqurroq botib ketmoqda. Endi biz yuzlanamiz. Rasulullohning hadislariga qaytib bir ma'noni tushuntiramizki, agar bir ayolni bir qayerdir bir qo'lini tekizib qo'yishligi yoki bir qo'l berib ko'rishib qo'yishligi uni boshiga unday qilgandan ko'ra boshiga temir qoqilingani yengilroq bo'lsa, yaxshiroq bo'lsa, endi bu festivallarga borib qatnashib, bir-biri bilan quchoqlashib, o'ynab, badaniga tekkizayotganlar haqida nima deya olamiz? O'z yurtimizdagi, o'zimizning jamiyatimizdagi muammolarni, shar'iy yechimlarini bayon qila olmas ekanmiz, chetda turgan va chetdagilarning muammosiga burnimizni tiqmaylik.